qishloqqa sen baliq ovlaymiz deyapsan. Men borolmayman, mening vaqtim yo'q. Nima axir bormoqchi edik? Yo'q, qishloqqa bizning vaqtimiz yo'q. Mening vaqtim yo'q. Qishloqqa kechirasan, men baliq ovlashga borolmayman qishloqqa. Kechirasan, men ketdim. Xayr, qishloqqa. Ha, mayli. Boraman. Mayli. Oyog'im. Ha, do'stlar, men har doim shu yerda oyog'imni uraman. Yaramas stol. Yaramas ekan. Faqat oyog'imni urib olaman. Oyog'im yomon og'riyapti. Yomon og'ridi. Men joyini almashtirayman buni. Menimcha joyi bo'lmaydi bu yerda, almashtirish kerak. Kravatimni to'g'rilayman. O'tiray qani. Xo'sh. Oyog'imni urib olmasligim uchun nima qilsam bo'ladi? Buni joyini almashtirsam bo'lmaydi. Yoqqa qo'ysam bo'ladi? Bilmayman, menimcha bu yoqqa yo'q. Taxtdan olaman. Hozir kirka yasayman. Yo, bolg'a kerak menga aytgancha. Buni buzib tashlayman, bo'ldi. Va buni qayerga qo'ysam bo'ladi? Bundan tugma, buni bu yoqqa qo'yaman. Fakelni esa bu joyga mos keldi. Fakel turaversin bu yoqqa, bu yerga mos kelmaykan. Bu yerga qo'ysam bu yoq bo'lmaydi. Do'stlar, bu nima? Kamalakli sandiq qanday yo'qqa tushib bor ekan? To'xtanglar do'stlar, men buni umuman bilmagandim. Nima? Ochilyapti bu. Men bu yerda bo'lganini bilmagandim. Men shunday ishlab yuraman. Lekin bu sandiq borligini bilmagandim. Bilmasam bu qanday bu yerda bor ekan sandiq. Kamalakli. İçini ochib ko'raymikan? Yo'q, ochmayman. Xo'sh, bu yerga kim qo'yib ketgandir? Balki avvallar bo'lgandir. Qishloqlar sovg'a qilgandir, bilmadim. Kim sovg'a qilgan yoki bu o'zi bormidi? Ha? İchini ochib ko'ramizmi? İchini ochmoqchiman men. Ochilishini umuman bilmagandim. O'rta qishloq sovg'a qilgandir. Qani ochaylikchi. Og'ir ekan. Men umuman bilmagandim. Buni ichi ochilsa kerak, albatta. Ochib ko'ramizmi? Do'stlar, do'stlar, bu nima edi o'zi? Qanaqasiga? Bunday narsa borligini men bilmagandim. Qani o'chayligini bilmabdi mana bu. Men o'zi olmozlar yomon qimmat turadi bular. Hammasini olaman. Mana bular juda ham qimmat turadi axir. Mana bunday ko'rinishi. Bular yomon, juda ham qimmat. Juda qimmat. Yana ichidan bir nimalar bor edi. Do'stlar, yana ochib qaraylikchi. Buni ham olaman. Hammasini olaylik. Hammasini bir tekshirib chiqamiz. Kubligini. Do'stlar, bu juda ham ko'p ekan. Bunday qilib qo'yaylik, zo'r ko'rinadi. Xo'sh, bulardan men burani yasabam bo'lar ekan. Kirkachi yo'q. O'xshamadi.
Mana buvani jonimizda qarang do'stlar. Sariq tusga kirdi. Hammasini olaman va hammasini kiyamiz. Do'stlar, jonimni qarang. Rangini boshqacha bo'lib qoldi. Shunda mana bularni o'zimga olib qo'yaman endi. Do'stlar, bundan ham ko'paydi. Jonimiz endi juda ko'p. Sandiqni yana ochib qaraylikmi? Yana ichida nimadir bo'lishi mumkin. To'xtanglar. Cho'p yasaldi. Endi qilich yo'q. Yasalmadi do'stlar. Ichini ochib qaraymiz. To'rt. Do'stlar, buni ko'rinishini qaranglar. Bu juda ajoyib ko'rinyapti. Endi men boyman do'stlar. Buni yeb ko'rayman. Aynimaganmish qilib. Xo'sh. Buni yeb ko'raymikan a? Do'stlar, shirinligini. Vau! Ya'ni mazza. Yana yegim kelib qoldi do'stlar. Boshqa yemayman. Xo'sh, endi ichini ochamiz. Xo'sh, yana buni ham olaman. Hozir bularni birma-bir tekshiramiz. Xo'sh, bu nima ekan? Buni olaylikchi. Va bu do'stlar, bu Jitelning ana u Jitelniki-ku. Jitelning rasmi bor. Jitelcha. Jitel. Endi menga bo'ynimga Jitel osib qo'yilgan. Men Jitelning bo'ynimga shuni taqib beraman endi. Yaxshi. Xo'sh, endi yana qaraymiz. Endi bunisini tekshiramiz. Xo'sh. Menga juda yarashgan bo'lsa kerak. Xo'sh, endi keyingisini bu nima ekan? Xo'sh. Bu bilmayman, bu nimaligini hozir o'zimiz ko'ramiz. Bu nima ekan? Xo'sh. Do'stlar, kamalak mening boshimda. Kamalak. Mening boshimda endi biz menimcha bu Kamalak qishloqniki. Kamalak qishloqniki bu aniq. Xo'sh, yana bu nima bo'lsa kerak, qaraylikchi. Qo'limda mana bu xarita bor. Xaritadan ko'raman. Xarita. Xo'sh, xaritaga qaraymiz. Menimcha Kamalak qishloqqa olib borsa kerak bizni. Xo'sh. Shapka bu. Bu quloqchinga o'xshagan ko'pincha. Xo'sh, endi hozir mana bu xaritani qo'yaman devorga osib. Bu to'rtam ajoyib ko'rinayotgan do'stlar. Mana bu xaritani bu yoqqa ilib qo'yamiz. Qarang, mana. Do'stlar, menimcha bu Kamalak qishloqniki. Kamalak qishloqqa olib boradigan yo'l. Topdim. Do'stlar, mana Kamalak qishlog'ining xaritasi. Xo'sh, endi biz ana shu yoqqa boramiz. Xo'sh. Endi biz ketsak ham bo'ladi o'sha qishloqqa. Xo'sh, ketdik. Endi hamma narsalarni solib qo'yaman. Hammasini tez. Hammasini yechib tayyorlayman. Bunisini ham joyiga qo'yaman. Eshikni yopamiz. Ketdik endi. Bu yerdan belkurak. Buni olamiz. Olish shart emas shu yerdan. Bo'ldi, tushundim, endi ketaman. Mana yetib keldik do'stlar. Mana shu Kamalak qishloq. Yetdik, keldik. Xo'sh, endi Kamalak qishlog'ini topdik. Bu ajoyib qishloq ekan. Menga yoqdi, qishloqlar ham bor. Qishloqlar, salom, men o'tib ketay deb bu yoqqa. Axir bu anavi-ku. Omadim kelsa kerak. Xo'sh, qaysi rang tushar ekan menga? Aylantiramiz buni.
Xo'sh, to'xtanglar. Men boshqacha ekan, xo'sh. Xo'sh. Buni aylantiramiz. Va menga tushadi. Ko'k. Bizga ko'k tushdi va nima sovg'a qildi menga? Va bu bu narsalar menga sal bo'lmadi, omadim kelmadi. Lekin olmoslar uncha ko'p tushadi deb o'ylabman. Mayli, ketsak ham bo'ladi. Endi bu qishloqqa video tugadi do'stlar. Like va obuna va kommentariyada yozinglar. Video tugadi.